Mana 2025-yil tugab 2026-yil boshlanganiga ham bir necha kun bo'ldi. 2025-yildagi maqsadim 10 ga bo'lish edi. 10 ga bo'lishni nasib qilmadi, hattoki 5 ga bo'lish ham. Lekin bu kayfiyat tushirishga arzimaydi. 2025-yilda podpischikim 500 ta bo'lgan bo'lsa, 3000 dan oshiq podpischikim bor hozir, chunki lekin 2025-yil bir tomondan bunchalik tashlangan o'tmadi. Bir qiz bilan tanishdim, do'st bo'ldim. Hamma shu gapimga ham hate yozishadi. Sen bir qiz bilan tanishmaygan deb. Va lekin 2025-yil shu do'stim bilan o'ynagan paytlarimiz boshqacha edi bir tomondan. Yangi do'stlar orttirdim. Xullas 2025-yilda do'stlar orttirgan bo'lsam, endi 2026-yilda o'sha do'stlar bilan birgalikda o'zimiz qo'ygan maqsadlarga asta-sekin erishamiz. 2026-yildagi eng katta maqsadim bu YouTube'da 100 ga bo'lish va podpisha qilasizlar degan umiddaman. Sizlar uchun qiziqarli kontent va videolar chiqarishga harakat qilaman. Streamga kirib hamma obunachilarimni albatta xursand qilaman. Agar 100 ga bo'lsam, men ustidan kulgan va hech nimaga ishonmaysan degan odamlarga isbotlab qo'ygan bo'laman va hech bo'lmasa o'sha menga so'z bergan odamni 100 ga bo'lgan paytimda chaqiraman. Agar kelmasa, shunday bilmadim.